Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qafaslarimiz yetib keldi. Yozyovonlik ukamizdan 5 ta xonalik, razmeri 2 metr, bitta xonasi 40 santimetrda. Mana bu raddomi. Mana bu tomoni yashash joyi, karmushkalari bilan, suv sistemalari bilan quyonlarimizni qo'yib bir obzor qilib berdik. Ko'pchilik so'raydi mendan, hurmatli kuzatuvchilar, qafasni razmeri necha bo'ladi? Qafas razmeri uzunligi 1.10, eni 1.10, uzunligi 2 metr bu. 2 metrda 5 ta xona bor. Mana bu raddomlar. Raddomlar ochiladi. Tagiga xohlasalar bir tagiga tushadigan o'zi idishlar bor, plastmas idishlar. O'shandan qo'yib qo'yilaradi, quyonlar tug'iydigan vaqtda. Hozir bitta nima olaylik. Mana bu tomonlarda ko'rsatib o'tamiz. Mana karmushkalari, suv payalkalari. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana qafasimiz.